Toshkentda dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahri va viloyatlarda 12-mart kuni soat 6:19 da zilzila qayd etildi. Respublika markazining xabar berishicha, epitsentr Toshkent viloyati, Toshkent tumani bo'lgan. Yer silkinishi magnitudasi 3,6 ball, chuqurligi 10 km bo'lgan. Uning kuchi Toshkent shahri va viloyatlarning qator hududlarida 2-3 ball sezildi. O'zbekistonda zilzila so'nggi marta 2025-yil 25-yanvarda qayd etilgan edi. Epitsentr Buxoro viloyati Jondor tumanida bo'lgan. Yer silkinishi kuchi Peshku va Qorako'l tumanida 2 ballga sezilgan edi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.